O'zmilliy bank nafaqat iqtisodiyotni rivojlantirish, balki san'atga ham alohida e'tibor qaratadi. Buni O'zbekiston tasviriy san'at galereyasida O'zbekiston Respublikasi mustaqilligi va O'zmilliy bank aksiyadorlik jamiyatiga asos solinganligining 30 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan ko'rgazmadan ham bilib olish mumkin. Bu galereya Milliy bankga qarashli va Milliy bankni bir ajralmas qismi desak ham bo'ladi va moliyaviy institut bo'lishiga qaramay baribir ham mana shu Milliy bankni madaniyat sohasida, san'at sohasida faol ishlarni olib borayotganidan mana shu Milliy bank galereyasi gapirib berishi mumkin. Endi galereya haqida gapiradigan bo'lsak, bu xorijiy tajribalarni o'rgangan holda qurilgan galereya va bu yerda 3,5 ming kvadrat metr ekspozitsion maskan bor va bu yerda 15 ta zal, 3 ta zal birinchi etajda, 12 ta zal ikkinchi etajda, shu bilan birgalikda konferens zal, bolalar studiyasi, restavratsiya xonasi. Shuni alohida qayd etish lozimki, bu asarlar O'zmilliy bank to'plamidan joy olgan. Mahalliy ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ham O'zmilliy bank to'plami yaratilgan va doimiy tarzda to'plamga yangi asarlar qo'shiladi. Aynan Milliy bank 90-yillardan beri o'zbek rassomlarini asarlarini sotib olib, mana shunday bir to'plamni boshlanishiga o'zini hissasini qo'shgan. Biz nimaga urg'u beramiz? Birinchidan, bu zamonaviy rassomlarni asarlari. Nima uchun? Chunki 90-yillarda agar esingizda bo'lsa, ko'p bizni san'at asarlarimiz chetga chiqib ketdi. Va mana shu san'at asarlarini bu yerda O'zbekistonda saqlash uchun Milliy bank mana shu to'plamni tashkil qildi. Va keyinchalik oldin agar mana shu galereya bo'lmasdan to'plam Milliy bankda saqlangan bo'lsa, keyinchalik mana shunday bir chiroyli O'zbekiston tasviriy san'at galereyasi ochilib, bu san'at asarlari mana bu yerdan joy egalladi. Va bizni rejalarimiz bor, chunki biz har yili san'at asarlarini sotib olishga harakat qilamiz va mana shu yangi asarlarni albatta mana mustaqillik arafasida ochilayotgan ko'rgazmada ko'rsatish bu biz uchun an'ana bo'lib qolgan. O'zmilliy bank to'plami aks etgan ko'rgazmaga siz ham tashrif buyurib, O'zbekiston zamonaviy san'ati va ijodkorlar qobiliyatining xilma-xilligini yana bir bor his etishingiz mumkin.